Mehnat va orzu muvaffaqiyat kaliti. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Har bir inson hayotda katta maqsadlarga erishishni orzu qiladi. Kimdir yaxshi kasb egasi bo'lishni, kimdir o'z biznesini qurishni, yana kimdir oilasi va jamiyatiga foydali inson bo'lishni xohlaydi. Ammo orzuning o'zi yetarli emas. Orzuni haqiqatga aylantirish uchun bilim, sabr va tinimsiz mehnat kerak. Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hayotiga qarasak, ular ham qiyinchiliklarga duch kelganini ko'ramiz. Muhimi, ular xatolardan qo'rqmagan va taslim bo'lmagan. Har bir xato, yangi tajriba, har bir qiyinchilik esa insonni yanada kuchli qiladi. Bugungi kunda yoshlar uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Internet orqali yangi bilimlarni o'rganish, chet tillarini egallash, zamonaviy kasblarni o'zlashtirish va o'z iste'dodini rivojlantirish mumkin. Buning uchun vaqtni to'g'ri taqsimlash va har kuni oz bo'lsa ham oldinga qadam tashlash kerak. Shuni unutmaylik, katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi.